bir necha nafar qurollangan shaxslar yo'l bo'yida xizmat qilayotgan GAI xodimini o'ldirib, uning boshini kesib tashlaydi. 128. The explosions had targeted government offices, including the cabinet. O'zbekiston tarixidagi birinchi terakt qachon yuz bergan va umuman mustaqil O'zbekiston tarixida o'zi necha marotaba terakt yuz bergan? Hozir bu savol odamlarni biroz qiynab qo'yadi, chunki oxirgi yillardagi sokin va farovon hayot odamlarimizni bu balodan xalos qildi va odamlarimiz bu baloni unutdi. Biroq mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston bir necha terror xurujlarga yo'liqqan va uning natijasida ko'plab vatandoshlarimiz halok bo'lgandi. Demak, O'zbekiston tarixidagi birinchi terrorchilik akti 1997-yil 2-dekabr kuni Namanganda sodir bo'ladi. Bir necha nafar qurollangan shaxslar yo'l bo'yida o'z xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l patrul xizmati xodimi, militsionerni o'ldiradi va uning boshini vahshiylarcha kesib tashlaydi va buni ommaga ham namoyish qiladi. Oradan bir necha kun o'tib, yana bir noma'lum jangarilar guruhi Namangandagi sobiq kolxoz raisi uyiga bostirib kiradi va uning xotinini boshini kesib tashlab o'ldirib ketadi. 19-dekabr kuni Farg'onada jangarilar va militsiya xodimlari o'rtasida otishma yuz beradi va natijada 3 nafar militsioner halok bo'ladi. Hukumat darhol bunga javob choralarini ko'rishni boshlaydi. O'zbekiston hukumatı ushbu teraktlarni diniy ekstremizm bilan bog'lab, bir necha kun ichida Farg'ona va Namanganda minglab erkaklarni sudsiz hibsga oladi. Ko'plab xorijiy ekspertlar aynan mana shu teraktlar va undan keyingi hukumatning tozalashlari 1999-yilgi Toshkentdagi teraktlarga ham zamin yaratgan deb hisoblaydi. Aynan shu voqealardan keyin hukumat ham, terrorchilar va ularning tarafdorlari ham faol qurolli kurash fazasiga o'tadi. Bu haqda esa keyingi maqolada so'z yuritamiz.